Bovam aytqan hikmetler. Aql hammani belgileyolmaydi. Avazda Xuncham Rozi. Burunning burnusida 3 do'st o'tgan ekan. Mal dunyosi yo'q bo'lsa-mu, ko'ngillari shod ekan. Kunlarning birida bu 3 do'st aql farosat, ishchanlik, taqdir ustida talishib qopdi. Men aql farosat kishiniman. Chunki u bo'lsalar hammani qilib bo'ldi, debdi birinchisi. Men ishchanlik kishiniman. Aql farosat ish emgakdan keldi, debdi ikkinchisi. Men taqdir kishiniman. Taqdir hammani belgilaydi, debdi uchinchisi. Üçeylen mening to'g'ri deb talishib, bir-biridan yomonlashib, oxiri podshoning oldiga beribdi-da, ahvolni bayon qildi va kimning to'g'ri ekanligini odillik bilan hukm chiqarishni iltimos qildi. Podshoh birdam sukutda o'tirgandan keyin: "Uchinglar atiganda shaharning kun pechidagi tong o'nkirga beringlar. Bir apqır sudun başqa narsa ampanglar. 3-cü kuni atiganda o'rdiq kelib, mendan javob elinglar", debdi. 3 do'st podshoh bilan xo'shlashib o'rnidan chiqibdi. Ertasi atiganda o'nkir oldiga beribdi. Yasavulla 3 do'stni o'nkirga solab, og'zini etibdi. Podshohning maqsadini tushunamagan bu 3 do'st g'ingqilamay yetishibdi. Bir kun tamoq yemay, ochliqdan qo'saqlari tortishib, o'lay deb qopdi. Bir-biriga toptani qilishibdi. Ikkinchi kuni peshin bilan aql farosatga ishongan birinchi do'st o'nkir ichidagi yo'g'on bir toshning tegiga nurg'un o'michikning kirib ketayotganini ko'rib, "Bu yerda cho'qim bir narsa bor", deb hukm qildi. Ishchanlikqa ishongan ikkinchi do'st toshni yetkagan ekan, ostidan yog'liqqa o'rab ko'milgan yo'g'on bir non chiqibdi. Nonni 3ga bo'lib yeyishibdi. Uchinchi do'st yeyotgan non qetidan yaltirab turgan bir dona go'har chiqibdi. Podshoh 3-cü kuni 3 do'stni oldiga chaqiribdi. Ulardan o'nkirda nimalarni ko'rganligini so'rabdi. 3 do'st ko'rganlarini bir-birlab so'zlab beribdi. Podshoh ularga: "Birinchi do'st aql farosatni ishga solg'ash, tosh ostida ko'milgan narsani topgan. Ikkinchi do'st ishchan bo'g'ashqa toshni yetkab, nonni topgan. Uchinchi do'stning ta'li bo'g'ashqa non ichidan go'har chiqqan. Qani aytib beqinglar, mubodo aql farosat, ishchanlik, taqdir birlashmasa, ashundaq bo'lamidi?" debdi. 3 do'st podshohning odil hukmiga qoyil bo'ldi va qaytadan ittifoqlashib, bir-biriga sadoqatman bo'lib, dunyodan o'tibdi. Hikmat: Aramizda shunday kishilar borki, ular o'zining aqliga va yoki ishchanligiga bak ishinib ketib, fursat taqdirini chetga qoqdi-da, tezla mag'lubiyat darvozasini chekidi. Undaqlarga deydiganimiz shuki, sening aql qobiliyating har qancha yuqori bo'lgan bilan, aqlingni joriy qildiradigan fursat va harakatga erishamsan, u yanila o'lik narsa xolos.